Eronda pul maydaladik. 100 dollarni qanchaligini sizga ko'rsataymi? Buni qarang. Buni qarang. Buni qarang. Ana shu pul hammasi 100 dollar. Raqamni qarang, raqamni kattaligini. Bunaqa raqamni bilmayman, ko'rganmisiz dunyoda? 10 million riyal, 1 million tuman. Xullas, bitta nolni olib tashlasa tuman bo'ladi, bitta nol qo'shsa agar riyal bo'ladi. 100 dollarga mana shuncha pul. Va muammoni eng kattasi mana shu 100 dollarni maydalash uchun 2 soatdan beri men taksi akamiz bilan yurimizda, do'konma-do'kon. Bankka borsak 10 dollar beradi. Xalqqa boshqacha pul bermaydi. U ham qancha muddatga beradi. Xullas, naqd pul Eronda yo'q, muammo. Nimaga borsak, pul maydalaydigan dollar furushlarga ular ham aytadiki, kartangizga o'tkazamiz, naqd pul yo'q. Hatto aeroportga kirdim. Aeroportdagi o'sha nima bor, pul maydalaydigan shoxobcha, u yerda ham aytdi, kartaga o'tkazamiz dedi. Pul naqd yo'q dedi, qolmadi dedi. Xullas, bilmayman bu urushdan sababmi? Undan oldin ham aslida shunaqa muammo bor edi. Hozir o'ta dahshat. 100 dollar maydala olmay yuribmiz. Qarang. Eronda xullas mana shunaqa bir muammoga duch keldik. Inshaalloh va xayr bo'lsin oxiri. Ana bunaqa pullarda mana boshqa ranglarini ham ko'rsataylik. Bu kichikroq puli 50 ming. Ya'ni bu 500 so'm balki. 1000 so'm ham chiqmaydi ba. Xullas hali ko'proq. Mana 1000 so'm. Keyin ko'payaveradi. Mana 10 ming so'mlik. Xullas 100 ming so'mlik. Mana bu bo'lsa bir 200 ming ham, bu bo'lsa bir 50 ming chiqar eng katta puli. O'shani ham topishmoqman. Xullas, Eron safarimiz telefonimiz yo'qolsa ham davom etadi. Bas.